O'zbekiston g'alaba! do'stlar! Chempionlik! Tarixiy! Tabriklang! Yoningizda kim bo'lsa tabriklang! Qahramonlik bilan Va misli ko'rilmagan qahramonlik bilan O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi g'alabaga erishyapti. voy do'stlar, qanday tarix yozildi bu futbolchilar, boshqacha futbolchilar. Osiyoda mana shunday g'alaba qozonishdi. 9 futbolchi bo'lib, bitta taym o'tkazishdi. 2 ta gol urishdi do'stlar. Bunaqasi umuman, masalan, necha yoshli futbol muxlisisiz, sizga savol. Ko'rganmisiz shunaqasini? Ko'rgan bo'lsangiz yozing. O'zbekiston o'smirlar yoshlar terma jamoasi bilan bu yuz beryapti. Va biz buni jonli efirda hayajon bilan, mana rostdan ham butun turnirdagi hayajonimizni bugun chiqarib tashlab, lekin bu qanaqa hayajonlar edi? Albatta boshida qayg'uga tushdik, lekin ikkinchi taymda qanchalik burilib o'zgarib ketdi. 2 ta gol urdik. Oxirgi sekundlargacha yotib olmasdan qanaqadir bir futbolga aloqasi bo'lmagan qiliqlarsiz toza o'ynab, toza g'alabaga erishdik.